Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Amerika Qo'shma Shtatlari embargo siyosatini qısaldı. Mavzuli xabar 4-ayning 4-kuni, 9-ayning 4-kuni Shangang Aynak gazetida e'lon qilindi va shu kuni Vanli tor betiga ko'chirib besildi. Xabar mundaq boshlandi. Eng yangi xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tez bo'lganda kelar hafta tor betida o'g'irlik qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining aqliy millik huquqini o'g'irlagan Jungo shirkatlarini jazolash siyosatini jakarlaydi. Angliya pul muomala gazeti maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Bu plan bir necha oy ichida tuzilib chiqdi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining ichki qismida embargo siyosatini Jungoning raisi Shi Jinping 9-oyda Amerika Qo'shma Shtatlariga ziyoratga kelishdan burun jakarlamdiq degan fikrlar bo'yicha o'xshashmagan fikrlar o'tirg'i chiqdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi Jungoning raisi Shi Jinping Amerika ziyoratini tamomlagandan keyin e'lon qilishni umid qiladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi bu embargo siyosatini rais Shi Jinping Amerikani ziyorat qilib bo'lgandan keyin e'lon qilishni umid qiladi. Lekin qonun, adliya organlari Jungo shirkatining jazolash siyosatini vaziyatning og'irligini gavdalantirib, jazolash siyosati tez orada jakarlashda ching turadi. Pul muomala gazeti xabardor kishilarning xabarlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Bu qatam sahnaga chiqqan o'g'irlik qilgan Jungo shirkatlarining jazolash plani ayblangan delollarni jazolash jarimani qo'yishqin bo'ladigan plan edi. Ahvoldan xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Aqsaroy amaldorlari bu hafta yig'in ochib, eng oxirgi loyihani, ya'ni jazolash siyosatini qachon o'ttirib qo'yish loyihasini muhokama qildi. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir nafar amaldor mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama hukumati Jungo shirkatlariga embargo yurgizish siyosatini baldur bo'lganda 9-ayning 7-kuni emgakchilar bayramidan keyin jakarlashi mumkin. Bu amaldorning tushuntirishiga asoslanganda, mayli qanday bo'lsin, Amerika dal moshundaq sezgur paytda embargo siyosatini jakarlaydigan bo'lsa, Beijing nima deb o'ylashi mumkin? Pul muomala gazeti Washington bilim xazinasi strategiya va xalqaro tadqiqot markazining Jungo ishlari mutaxassisi Bonnie Kleiser mundaq ko'rsatdi. Amerika o'zini cheklab qo'ymasligi kerak. Mubada Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo josuslariga zarb berish niyatida bo'ladi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo josuslariga zarb berish niyatida bo'ladi ekan. Bu albatta o'ziga ilishqi tegishli bir xatardir. Sabiq hukumatning bir nafar amaldori mundaq ko'rsatdi. Embargo siyosatini jakarlash Jungoning raisi Shi Jinpingning bu qadamqi Amerika ziyoratiga buzg'unchilik olib keladi. Ondan boshqa Jungo Amerika diplomatik rasmiyatlarini buzib tashlab, 7 oy burun Shi Jinpingning Amerikani ziyorat qilganligini jakarlagan edi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Obama hukumatining taklifi bo'yicha bu yil 2-oyda Jungoning raisi Shi Jinpingning Amerikani ziyorat qilganligini jakarlagan edi. Rais Shi Jinping Amerika ziyoratini kishini parishon qilgan bir holat to'g'ri kelib qoldi. Rais Shi Jinping Vatikanning popi Frans bilan o'xshash bir vaqtda Amerikaga ziyorat kelgan bo'ldi. Masalan, Vatikanning popi Frans Amerikaga ziyorat kelgan shunday bir paytda Jungoning raisi Shi Jinping Amerikaga ziyorat kelgan bo'ldi. Bu bir parishon holatni shakllantiradi qandaq deydi xabarda.